Bizga sim kartali iWatchlarning zo'r versiyalari keldi. Bu Android bo'ladi ichi. Xo'p, telefonda gaplashish imkoniyati bor. Xo'p, Telegram, WhatsApp, YouTube hamma narsa ochadi. Menyular umuman qotmaydi. Mana buni qaranglar. Ekranning eng muhim tarafi amaliyot bo'ladi. Mana ChatGPT'larigacha bor. Mana Telegram hamma narsa yozib qo'ysa bo'ladi. Mana buni imtihonlarga, darsliklarga, xullas hamma yoqqa ishlatsa bo'ladi. Instagraminglarni ham даже yozib qo'ysanglar bo'ladi. Kameralari bor, ekranlari tiniq, mana YouTube hamma narsasi bor. Bu ultra seriyasi, 3 ta remishok chiqadi ichidan. Buni keyin mana bunaqa 11-seriyasi ham bor mana. Ekranni qarang, tiniqligini, sensorlar plavniy ishlaydi. Amaliyot ekran, xuddi telefonni kichkinachasi qilib qo'yilgan, oltiga 64 bo'ladi. Sensorlari vasha zo'r ishlaydi. Mana ChatGPT, Telegram, YouTube hamma narsa bor buning ichida. Sim karta yonidan qo'yiladi. Mana bu kamerasi tiniqligini qaranglar, kameraning tiniqligini. Juda zo'r kamerasi. Kimga kerak bo'lsa, mana shunaqangi yaxshi iWatchlarimiz bor. Mana sim karta o'qiydi. Hatto telefon qilib ko'ramiz hozir. Alo, ovozim qanaqa eshityapti? Telefonni gromga qo'yib yuboringchi. Imtihonlar uchun ham mana zapis zvonkov ham bor mana. Ko'chada ko'tarib yurishga o'yin po'yinlar ham yozsa bo'ladi. Ekrani eng muhim tarafi amaliyot bo'ladi. Xullas, mana shunaqa yaxshi iWatchlar kerak bo'lsa, mana 11-seriyasi ham bor, ultra seriyasi ham bor. Bemalol kelib do'konimizdan olsanglar bo'ladi. Yoki dastavka ham qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Xohlasanglar unaqa dumaloq versiyasi ham bor bizda. Kelaverasizlar, xarid qilaverasizlar.